O'zbekistonda pensiya oladigan fuqarolarga noxush xabar. Endilikda pensiya to'lash to'xtatiladi. Barcha pensionerlar videoni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, pensioner O'zbekistondan chiqib ketganida pensiya qanday to'lanadi? Pensioner O'zbekistondan tashqariga chiqib 3 oydan ortiq vaqt davomida mamlakatga kirib kelmaganida pensiya to'lash vaqtinchalik to'xtatiladi. Fuqaro O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng olinmay qolingan oylardagi pensiyaning maksimal 24 oyligi olish huquqiga ega bo'ladi. Pensioner O'zbekistondan tashqarisiga chiqib ketib, 3 oydan ortiq vaqt mobaynida mamlakatga qaytib kelmaganda pensiyani to'lash vaqtincha to'xtatib turadi. Bu haqda Pensiya jamg'armasi matbuot xizmati xabar qildi. Davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq bugungi kunda pensioner O'zbekistondan tashqariga chiqib ketib, 3 oydan ortiq vaqt mobaynida O'zbekistonga qaytib kelmaganida pensiyani to'lash vaqtincha to'xtatib turiladi. Bunda vaqtincha to'xtatilgan pensiyani to'lash pensioner O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng yana qayta tiklanadi. Fuqaro O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng olinmay qolingan oylardagi pensiyasining 24 oyligini olish huquqiga rasman ega bo'ladi. Pensiya pullari pensiyani olish maksimallari murojaat etiladi va ushbu oydagi, ya'ni 24 oydagi oshmagan davr uchun unga pensiya pullari to'lab beriladi. O'zbekistonda yoshga doir pensiya proaktiv shaklda fuqarolarning murojaatisiz tayinlanadi. Agar fuqaro proaktiv shaklda tayinlangan pensiya miqdoridan norozi bo'lsa yoki mehnat faoliyatini davom ettirishi yoki keyinchalik yoshga doir pensiyaga chiqish istagini bildirsa, u pensiyani rad etish huquqiga ega bo'ladi. Bunda fuqaro xabarnoma oladi. Shundan so'ng e'tibor bering, 10 kun ichida Pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan yoxud Davlat xizmatlari markazi yoki MyGov.uz portali orqali so'rovnoma to'ldirish holatlari murojaat qilish kerak. Pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza so'rovnoma 10 kundan kechikmasligi shart, deyiladi xabarda.